Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalomu alaykum va jamoatimiz. Inshaalloh bugun Alloh taoloning suralaridan bir sura bo'lmish Humaza surasi haqida suhbatlashamiz. Albatta ko'ryapmizki, ayrim suralar mo'minlarga xush xabar berish ma'nosini o'z ichiga olgan. Ayrim suralar yana musulmonlarga tasalli berishni o'z ichiga olgan. Boshlarda yana ayrim suralar borki, ayrim oyatlar borki, mo'min musulmonlarni ogohlikka chaqiradigan oyatlar. Albatta islom dini mo'minlarni faqat mukammal inson bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni kim ayrim ishlarga targ'ib qiladi, qiziqtiradi, shu ishlarni qilinglar yaxshi. Ayrim ishlarni esa taqiqlaydi, mana shu ishlarga ehtiyot qilinglar. Shu ishlarda ehtiyot bo'lsangiz, yana ham yuksalasiz degan ma'noda. Demak, mana shunday ibratli va mo'minlarga ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsalarni o'z ichiga olgan suralardan bir sura hisoblanadi bu. Humaza surasi Payg'ambar alayhisalom davridagi kofirlarning eng botirlaridan deb keltiradi. Kofirlarning ichida eng qo'rqmaslaridan, musulmonlarni o'ylab o'tirmasdan masxara qiladigan, har doim musulmonlarni nazarga ilmaydigan, nazar pisand ezmaydigan, doimo ularni masxara qilib obro'sini to'kib yuradigan bir inson Ahnas ibn Shariq degan odam borasida nozil bo'lgan bu oyatlar. Hikmatli so'zlarda ham keladiki, kim nima bilan shug'ullansa, Alloh taolo o'sha shug'ullangan ishini unga nom qilib qo'yadi. Masalan, tarixdan ma'lumki, Payg'ambarimiz alayhisolamning vafotlaridan keyin Musaylama Kazzob degan odam payg'ambarlikni da'vo qilgan. Musaylama asli ismi, Kazzob degani o'ta yolg'onchi degan. Mana uning nomi bilan qilgan yolg'onchilik ishi, yolg'onchilik bilan shug'ullanib o'zi payg'ambar deb da'vo qilgani uchun Kazzob degan nomni Alloh taolo unga atroqli nom qo'ydi. Xuddi falonchi jon, jonni qo'shib aytamiz, falonchi jon deb. Xuddi shunday Musaylama Kazzob deb mashhur bo'lib qoldi nom. Alloh taolo xuddi shunday mana shu Ahnasni ham shunday qildiki, buni sifatlari Qur'onda nom bo'lib kelib qoldi unga. Qur'onda Alloh taolo shunday sifatlab qo'ydi. Oyatlarni boshiga kirishadigan bo'lsak, Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul likulli humazatil lumaza. Har bir humaza va lumazaga vayl bo'lsin. Vayl ma'nolarni avval ham ko'rdik, jahannam bo'lsin, halokat bo'lsin, azob bo'lsin degan ma'nolarni bildiradi. Humaza bilan lumaza kim bu, nima degan? Qanaqa sifatlar? Humaza insonlarni doimo g'iybat qiladigan kimsa. Mensimasdan gapiradigan kimsa. Birovlarni obro'sini to'gadigan kimsa degan ma'noda ekan. Alloh saqlasin. Lumaza desa ko'z qoshlari bilan ishora qilib birovlarni masxara qiladigan. Hech ko'zimiz tushadimi? Ba'zilarda qolishimiz mumkin-ku, birorta shaxs kelsa, hamma u haqida yomon gumonda bo'lsa, farazan ko'zi qoshi bilan ishora qilib qo'yadi, xuddi falonchi keldi degandek. Aynan mana shu narsa. Ahnasda shu sifatlar topiladi. Musulmonlarning ochiqdan ochiq, hatto Payg'ambar alayhisalom haqida ham ochiqdan ochiq haqoratli so'zlarni aytardi. Musulmonlarning obro'sini to'gardi. Farazan Payg'ambar alayhisalom yoki birorta sahoba oldiga kelib qolsa, yonidagi o'ziga o'xshagan kofirlarga ko'zi bilan, qoshi bilan ishora qilib, ana falonchi keldi deb ishora qiladi. Mana shu odatini Alloh taolo Qur'onda bir sura nozil qilib qo'ydiki, shunaqalarning hammasiga vayl bo'lsin dedi. Jahannam bo'lsin, halokat bo'lsin, azob bo'lsin degan ma'noda tushundi. Oyatning ikkinchisi allazi jama'a malan wa 'addada. U Ahnas shunaqa odam ediki, faqat mol dunyo to'pladi. Jama'a malan wa 'addada. Mol dunyo to'plab sanab o'tiradi. Qancha bo'ldi ekan bu? Bugun qancha ishladi? Qancha qo'shdim bugun? degan ma'noda mana shu narsalar va yahsabu anna ma lahu akhlada. Ya'ni kim Ahnas o'yladiki, men to'plagan barcha mol dunyoyim mana shu dunyoda meni abadiy olib qoladi deb o'yladi.
Ya'ni kim qancha puli ko'p bo'lsa, insonni qancha boy, badavlat bo'lsa, shuncha dunyoda uzoq umr ko'radi. Farazan azvoriy jonini olgan kelsa ham, shundoq pulni berib qaytaraman deb o'ylaydi. Shunchalikka boradi. Ibn Ka'b rahmatullohi alayhi aytadiki, Alloh taolo uni shunaqa qo'ydiki, shu niyatiga yarasha berdiki, Ahmasga kunduzi faqat mol dunyosi uni kunduzi ibodatdan to'sib qo'ydi. Xudoning uyiga boraman deb xohlasa ham bormaydigan bo'lib qoldi. Alloh taolo qalbini shunaqa muhrladiki, Alloh taolo mol dunyo bilan shunaqa mashg'ul qo'ydiki, uni fikri, xayoli uxlaganda ham, turganda ham mol to'plash bo'lib qoldi. Alloh saqlasin. Xuddi mana shunday qilib qo'ydi. Shuning uchun ham balki uni nima qilib o'yladi, qancha mol dunyosi ko'p bo'lsa, shuncha dunyoda abadiy qoladi deb o'ylab qoldi. Oyatning davomida kalla layum bazanna fil hutama. Ya'ni yo'q. Kalla degan so'zi qat'iyan inkor qilish ma'nosini bildiradi arab tilida. Yo'q, mutlaqo unday emas. Ya'ni qancha mol dunyosi bo'lsin, nima ahamiyat bor o'lim kelganda. U yaqin orada xorlangan holda, xor-zor holda jahannamga uloqtiriladi. Qarang, aynan layumbazarna degan kalima arab tilida shunaqa ma'noni bildirar ekanki, ahamiyatsiz, ustimizga bir barq yoki nimadir tushib qolsa, shunda qo'limizni chertib tushiramiz, to'g'rimi? Ahamiyatsiz holat, e'tibor bermagan holatda tushiramiz-ku. Xuddi shunga layumbazarna deyar ekan. Alloh taolo ham qiyomatda umuman e'tibor qilmagan holda u kishiga, Ahmasga bee'tibor xuddi barqmay odam yengidan qoqib tushirgani kabi jahannamga shunday uloqtirib yuborar ekan. Nima uchun? Mo'minlarni maslahat qilgan uchun. Payg'ambar alayhisalom maslahat qilgan uchun, ko'z qoshlari bilan haqorat qilganligi uchun. Mana shunday deb Alloh taolo u haqida aytadi. Va oyatning davomida va ma adrakumul hutama. Hutama jahannam degan ma'noda ekan. Va ma adrakumul hutama. Oyat nomida aytki, ey Muhammad alayhisalom, hutama nimaligini bilasizmi? Nima bu hutama? Bu yerda hutama so'zini avvalgi oyatda aytdi. Yo'q, u jahannamga uloqtiriladi deb aytdi. Yana qaytib hutama so'zini Alloh taolo nimaga zikr qilyapti? 2 marta eslatyapti desa, hutama jahannamning eng dahshatli joylaridan biri bo'lganligi uchun. Yana qaytarib eslatyaptiki, ogoh bo'linglar. Bu oddiy jahannam emas, bu hutama jahannam. Bu juda ham dahshatli joy. Alloh taolo nazaridan dunyoda qolsa qanchalik inson azobda qoladi. Endi oxiratda ham Alloh nazaridan qoladigan joy bo'lib, Alloh taoloning qo'rqinchini, dahshat ekanligini ifodalab yana bir marta oyatda takror keltiryapti ekan. Endi bu yerda hutama yana bir qancha ma'nolar bor ekan, ulamolar aytgan ekanki, mufassir olimlarimiz hutama degani sindirmoq degan lafzdan kelib chiqadi. Ya'ni insonning eng qattiq joyi qayer? Albatta suyaklari, to'g'rimi? Hozirni olimlar aniqlashyapti. Insonni bitta suyagini ustiga 1 tonna atrofida qo'ysa, bemalol ko'tara oladi deya. Shunchalik baquvvat narsa insonning suyagi. Hutama shunaqa joyki, osonlik bilan insonning suyaklarini ezg'ilab majaqlaydigan joy. Suyaklarni pachoq qiladigan joy. Va suyaklarni pachoq qiladigan, go'shtlarini maydalab tashlaydigan, butun a'zosini xuddi talqon kabi mayda qilinadigan joy bu hutama deb. Qarang azobni. Jahannamdagi olov azobligi bir azob. Allohning rahmatidan uzilgan yana bir azob. Shuncha azob ustiga suyaklarni pachoq qilinishi, butun tana a'zosi maydalanishi alohida bir azob. Nima uchun? Aynan mu'minlarni maslahat qilganligi uchun. Bittagina masxaraning jazosini qarang. Alloh saqlasin. Va oyat davomida yana ham sifatlab Alloh xutomani keltiradiki, narullohil muqada. U Alloh taolaning hech qachon o'chmaydigan olov bor joy. U yerda Alloh taolaning azobi bor joy, olovi bor joy deb yana bir marta xutomani Alloh taolo sifatlab keltiryapti. Va davomida allati tattali'u alal afida. U yerdagi olovlar, azoblar shunaqaki, insonning qalbigacha yetib boradigan azoblar bor deb keltirdi. Endi mana shu yerda bir savol paydo bo'ladiki, haqiqatan
nima uchun aynan inson qalbiga deb alohida keltirgan. Qalb bu insonning jismi emas, qalb bu ruhiy narsa, ruhiyat. To'g'ri, hozirgi kunda tibbiyotdagi ayrim hadis shariflarda ham yurakni o'rniga hozir insonning yuragi joylashgan joyga ishora qilingan, lekin aynan yurakni o'zi bu qalb deydigan narsa yo'q. Qalb bu ruhiy narsa, ko'zga ko'rinmaydigan bir latofatli narsa. Insonning qalbiga aziyat bersa qanchalar tuzaladi deb o'ylaymiz. O'zi tuzaladi, insonning qalbiga aziyat berilsa hech qachon tuzalmaydi, to'g'rimi? Faqat kimdir bizni qattiq aldagan bo'lsa, qayta shunga ishonamizmi? Zo'r suhbat qilishimiz mumkin, unga juda ham muloyim gapirishimiz mumkin, lekin ishonamizmi? Yo'q. Avvalgidek 100% ishonmaymiz. Nima uchun? Chunki qalbimizga aziyat berganligi uchun. Alloh taolo shunday azob berganki, u yerda shunaqa azob bor deyaptiki, insonning qalbiga yetib boradi. Mufassir olimlar aytadiki, azob qalbga yetib borganda inson dunyoda o'ladi dedilar. Haqiqatan ruhan inson o'ladi, qalbiga aziyat yetib kelsa. Ruhan sinadi, ruhan tushkurga tushib qo'yadi inson qalbiga aziyat yetib kelganda. Barcha ishonch poymol bo'ladi. Demak, eng qattiq azoblardan biri insonning qalbiga aziyat berish. Qiyomatda xutamada Alloh taolo aynan mana shu ahnasga o'xshagan kimsalarni qalbigacha aziyat beradi. Alohida ta'kidladi. Endi u yerda xutamada, jahannamda, oxiratda o'lim degan narsa yo'q. Dunyoda bitta alamni, qalb jarohatini tatib ko'rish qancha bo'lsa, qiyomatda abadul abad mana shu qalb jarohatini, qalb aziyatini tatib yashaydi. Chunki u yerda o'lim yo'q. O'lim ham qutulib bo'lmas joy yo'q. Alloh saqlasin. Va qo'shimcha qilib Alloh taolo oyat so'nglarida innaha alayhi muqsada fi amali mumaddada. Ya'ni bu jahannam xotoma shunaqa joyki, tagidan ustidan qopqoq bo'lib alanga olov yoqilib turadi deb Alloh taolo. Demak, insonni har tarafdan, hatto ustidan qopqoq qilib yopib qo'yganda qanday bo'ladi? Oddiy biz choynak qopqog'ini yopib suvni qaynatsak qanchalik dimlanadi? Qaynagan gradusdan bir necha barobar isroqqa aylanib u yerdagi havoni o'zi, choynak ichidagi bo'sh joyni o'zidagi havoni o'zi suvdan issiq bo'lib ketadi. Nima uchun? Tepadagi qopqoqqa urilib yana qaytayotgani uchun. 2 barobar issiq ko'tariladi. Demak, o'zimizda ham oddiy gaplar bor-ku, xalqimizda, dono xalqimizda gap borki, tor joyda osh yegizib, keng joyda mush yegin degan gap bor, to'g'rimi? Hazil tariqasida aytiladi. Ya'ni kim jahannamda shuncha azob ustida tor joyda diqqinafas bo'lishda aytilgan. Mana shuni Alloh taolo bizning qalbimizga yaqin bo'lganligi uchun mana shu oyatlar bilan bizga tushuntirib bergan. Alloh saqlasin. Bu demak, oyatlardan nima xulosa ekan? Bizning manfaatimiz, ogoh bo'lishimiz. Mo'minlar bilan muloqot qilishimizda ularning obro'si zarar yetib qolmayapti. Eshitsa qalbi og'rib qolmayaptimi? Yoki ko'z qoshlari bilan kimnidir haqorat qilib qo'ymayaptimi? Birov nazarga ilmay qo'ymayaptimi? Mana shu jihatlarga musulmonlar hayotlik mobaynida e'tibor bersin deb Alloh taolo bu oyatlarni nozil qildi. Mana shu xulosani ochib bittagina mo'minlarning maslahat qilgani, payg'ambar alayhisalom maslahat qilgani va mo'minlar kelganda ko'z qoshini uchirib ularni maslahat qilganligi uchun mana shuncha azoblarni bayon qildi. Alloh saqlasin. Demak, mana shularni ibrat qilib olsak, inshaalloh mana shu illatlardan saqlanadigan bo'lsak, inshaalloh albatta Alloh taolo dunyoda sharmanda qilmagani kabi oxiratda hech qaysimizni sharmanda qilmaydi, o'zini jannatda barchamizni o'zini mehmon qiladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya Rabbi, bu qilgan masalalarga o'zimizni qolayversin, barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Bu oyatlarda aytilgan jahannamdan o'zing barchamizni saqlagin. Nafaqat biz tarafimiz o'tganlarimizni ham, qiyomat kuniga qadar keladigan zurriyotlarimizni ham bunday qo'rqinchli jahannamdan o'zing saqlagin. Dunyoda o'zingni baytini jamlagan barcha yaqinlarimiz bilan, ajdodu avlodlarimiz bilan o'zingni jannatini jamlanishimizni o'zing nasib aylagin. Doimo o'zing rozi bo'ladigan bandangni ikkinchi saodatini ber, ya Robbi. Barchamizga, umrimizga, rizqimizga, molimizga o'zing barakot bergin. Mol dunyoni atrofimizda ko'paytirgan qalbimizga kiritmagin, ya Robbi.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.